Assalomu alaykum. Po'lat simni volocheniyasini, sxemasini ishlab chiqish uchun mana shu kalkulyatorni yaratgan edik. Bugun o'sha kalkulyatorni ishlatishni ko'rsatmoqchiman. Bu kalkulyatorni ishlatishdan oldin keling sxemani o'zi ishlab chiqish uchun qanaqa hisob-kitoblar talab qilinishini ko'rib chiqamiz. Masalan, hozir ekranda 550 millimetrli kartonkani 250 millimetrgacha cho'zish sxemasi ko'rsatilgan. Bu sxema 5 ta etapdan iborat. Ya'ni 5 ta fillerdan o'tadi mana shu kartonka to 250 millimetrga tushgunigacha. Va e'tibor bering, bu sxema faqatgina quruq volocheniyga tegishli. Ya'ni bu vannada agar volochet qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni emulsiyani ichida bu sxemani sizga tegishli joyi yo'q. Bu faqatgina parashok bilan volochet qilishda ishlatiladigan sxema. Bu sxemada biz har doim konusniy обжатиеga harakat qilamiz. Konusniy обжатие degani yoki konusniy переход ham desa bo'ladi. Birinchi etapda biz maksimal uni secheniyasini kamaytirib olishga harakat qilamiz. Ya'ni odatda 30% dan 35% gacha обжатиеga harakat qilinishi kerak bo'ladi birinchi etapda. Sababi kartonka hali bu etapda juda yumshoq, u hali mo'rtlashib bo'lmadi. Va shuning uchun ham buning iloji bor. Keyingi etaplarda o'sha обжатияni kamaytirib boramiz. Masalan, oxirgi etapda 17,4% ga biz atiga qisqartiramiz bu simni yuzasini. Sababi aytganimdek, bu mo'rtlashib boradi. Borgan sari keyingi etaplarda unga bo'lgan nagruskani kamaytirib borishimiz kerak. Endi uzilish zapasini ham ko'rsangiz, har bitta etapda biz ko'proq uzilish zapasini olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchi etapda biz 40% zapas olganmiz. Bu o'zi ko'p emas 40% zapas, lekin kartonka uchun bu yetarli zapas. Sababi u hali yumshoq, uni uzilish ehtimoli kam. Keyin har bitta etapdan o'tib borganda u mo'rtlashib boradi va uni uzilish ehtimoli ko'payadi. Shuning uchun ham biz ko'proq zapas olamiz. Masalan, birinchi etapda 40% olgan bo'lsak, keyingi etapda 47, keyingi etapda 67% zapas olamiz, keyin 74% va oxirgi etapda 100% dan ortiq zapas olganmiz. Bu bilan biz bu etaplarda bu simni uzilmasligini ta'minlaymiz. Endi eng muhim ko'rsatkichlardan bittasi bu delta ko'rsatkichi hisoblanadi. Delta ko'rsatkichi simni metallurgik sifatini saqlab qolishga xizmat qiladi. Keling, delta nimaligini hozir tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu simni ichki ko'rinishi deb tasavvur qiling. Agar delta ko'rsatkichi juda ham yuqori bo'lsa, demak biz simni tashqi tomonini cho'zishga harakat qilyapmiz xolos, ichki tomoni cho'zilmasdan qolib ketyapti. Ya'ni bu odatda bo'ladi, juda ham kichik обжатияларда bu narsa yuzaga keladi. Ya'ni bitta tashqi tomonini cho'zib, ichki tomonini cho'zmasak, ichida juda katta stress paydo bo'ladi. Ya'ni xuddi biz simni tashqi qismini ichki qismidan sug'urib olishga harakat qilayotgan bo'lamiz. Keyin simni ichida poralar, ya'ni bo'shliqlar paydo bo'la boshlaydi. Agar sim uzilib ketsa, e'tibor bering, u simni uchiga, o'sha uzilgan uchiga bitta tomoni agar o'tkir bo'lib, ikkinchi tomoni xuddi kosaga o'xshab qolgan bo'lsa, katta ehtimol bilan qaysidir filyerda xuddi shunaqangi xatolikka yo'l qo'yilgan. Ya'ni delta ko'rsatkichi haddan tashqari oshib ketib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ham delta ko'rsatkichi, mana agar kalkulyatorni ochib qaraydigan bo'lsangiz, delta ko'rsatkichi har doim 1/1 bilan 1/5 oralig'ida bo'lishi shart deb biz eslatma berib qo'yganmiz va kalkulyator xuddi o'shani tekshiradi. Mana bu yerda e'tibor bering, har bitta etapda delta ko'rsatkichi bizda o'sha diapazonni ichida. Keling, hozir kalkulyatorni ishlatib mana shu raqamlarni hisoblaymiz. Bu kalkulyatorda po'latni turini tanlaymiz. Bu niskouglеродистая stalni tanlayapmiz hozir. Bu odatda ST1, ST3, SAI 1006, 1005, 1008, 1018 va hokazo. Shular niskouglеродистая stalga kiradi. Skoristga hozircha e'tibor bermaymiz, chunki bu simni haroratini formulasi ishlatiladi. Ya'ni bu delta bilan mana bu sxema formulalarida bu hech qanaqangi bu ko'rsatkichning aloqasi yo'q. Ya'ni bunga e'tibor bermasangiz ham bo'ladi. Keling, birinchi etapda biz 550 mm lik kartonka kirib, 450 mm bo'lib chiqishi kerak ekan.
Keling deltasini ko'ramiz. Delta bu yerda 1.05 ni tashkil qilar ekan. Ya'ni bu aytganimdek 1.1 bilan 1.5 orasida bo'lishi kerak, lekin bu 1.1 dan tushib ketib qoldi. Ana endi pastda qarasangiz, низкая delta, длинный конус, избыточный трение смазки троксид deyapti. Ya'ni haddan tashqari ko'p ishqalanish paydo bo'ladi, chunki delta past degani kontakt yuzasi ko'payib ketib qoldi simni bilan filier orasidagi. Ya'ni moysiz qolib ketish ehtimoli endi oshib ketib qoldi bu simni. Ya'ni ikkita temir bir-biriga tegib ketishi mumkin. Orasiga moy kirmay qolishi mumkin. Ya'ni moy deganda o'sha parashokni nazarda tutyapman. O'sha quruq parashokni. Buni hal qilishni usuli nima? 4.50 emas, keling 4.60 ga tushiradigan bo'lsak, hammasi joyida. Delta 1.18, zapasimiz 50% zapas bor uzishga, ya'ni hammasi joyida, lekin обжатие 30% ni tashkil qildi. Aytganimdek, birinchi etapda biz maksimal обжатиеga harakat qilishimiz kerak. Iloji boricha 30% dan yuqori обжатиеga. Buning uchun 450 millimetrgacha birinchi etapni o'zida tushirishimiz uchun biz 12 gradusli burchak emas, balki kamida 14 gradusli burchakka profilga ega bo'lgan filierni tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zi aslida katinga kiradigan filierlar odatda 16 va undan yuqori gradusni tashkil qiladi. Hatto 18 gradusli filier ham tanlasangiz bo'ladi. Birinchi etapda keling mana 14 gradusli filier tanlasak, demak delta ko'rsatkichi o'sha bizga kerak bo'lgan diapazonni ichida bo'lar ekan. Ana endi keyingi etapni ko'ramiz. Keyingi etapda biz 4.50 ni 3.75 ga tushirar ekanmiz. Bunda 30% обжатие va 14 gradusli filierda hamma ko'rsatkichlar joyida. Bunda endi biz 12 gradusli filierni ham ishlatishimiz mumkin ekan. Va xuddi shunaqa qilib biz mana shu ko'rsatkichlarni hisoblaymiz. Bunda juda ham muhim, mana обжатие 30% dirikmi? Har bitta etapdagi обжатие borgan sari kamayib borishi kerak foizi va uzilish zapasimiz borgan sari ko'payib borishi kerak har bitta etapda. Ana endi oxirgi etapga e'tibor bering. Oxirgi etapda biz 275 dan 250 ga tushirayotgan ekanmiz. Har doim обжатие ko'pchilik o'ylaydi, обжатие juda ham yengil bo'lsa, bu juda yaxshi deb o'ylashadi. Aslida bu unaqa emas. Qanchalik обжатие miqdori kichkina bo'ladigan bo'lsa, filierni hayoti shuncha kichkina bo'ladi, kamayadi. Chunki qanchalik обжатие kamaysa, masalan 12 gradusli filierda ko'proq siqish emas, balki ko'proq o'sha sim filierni tishlariga urilib boshlaydi. Ya'ni filier o'zini filier vazifasini emas, randaga o'xshabroq o'zini tutib boshlaydi, qanchalik agar обжатие kamaysa. Shuning uchun ham juda kam обжатиеlarda biz har doim mana bu burchakni iloji boricha kichraytirishga harakat qilamiz. Masalan, o'shaning uchun ham biz e'tibor bering, 5-etapda biz 12 gradusli filierni emas, 8 gradusli filierni tanlashga majbur bo'lganmiz o'sha обжатие uchun. Ana endi shuning uchun ham masalan, gohida bir xil kimlardandir eshitamiz, masalan, men 360 dan 350 ga tushiraman deb qolishadi. Mana e'tibor bering, buni hech qanaqangi iloji yo'q. Ya'ni 360 mm dan hech qachon simni 350 mm gacha volachit qila olmaysiz. Ya'ni qilaman desangiz ham sizni filieringiz uzoqqa bormaydi. Juda tez u filierni biz tishlarni ishdan chiqaramiz. Sababi bu yerda bu ko'proq randaga o'xshab o'zini tutib boshlaydi bunaqa filierlar. Va bunaqangi kichkina volocheniyani umuman masalan 8 gradusli hatto filier bilan ham amalga oshirishni iloji bo'lmaydi. Mana qanaqangi xatoliklarni yo'lga qo'ymasligingizga xizmat qiladi bu kalkulyator. Aytganimdek, bu faqatgina quruq volacheniya uchun mo'ljallangan. Ho'l, ya'ni emulsiyadagi volacheniya uchun biz hali yana u mavzuga qaytamiz. Unda konusni обжатие ishlatilmaydi. Unda doimiy обжатие bilan ishlashga to'g'ri keladi, chunki unda suvning ichidagi shkiflarni bir-biriga nisbatan nimasi diametri fiksirovanный bo'ladi. Masalan, odatda 16, 17, 18 foizni tashkil qiladi. Shuning uchun u temaga biz hali keyinroq qaytamiz. Marhamat, agar savolinglar bo'lsa, bemalol pastga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Rahmat.